bizda qandli diabetimizda zo'r natija bor, ya'ni insulin oladigan bemorimiz tabletkaga o'tdilar. Tabletkaga o'tganlaridan keyin ham qondagi qand miqdori 5-6 dan oshmayapti va insulin miqdori 100 dan yuqori edi, hozir esa 71 bo'lgan. Ya'ni oshqozon osti bezida ko'p miqdorda insulin ishlab chiqargan va insulin terapiyaga o'tkazilgan bemorimizni hozir insulindan chiqardik. Hozir to'liq ma'lumotni bu bemorimiz bilan gaplashib ketganmiz. Xo'p, siz 2018-yildan beri 2018 qandli diabet bilan kasallanganman. nima shikoyatlaringiz bor edi birinchi kelganingizda? Shikoyatlarim shu qandli diabetning asoratlari, chanqashim, og'iz qurishi, holsizlik, ko'zning nuri pasayishi, oyoqlaringizda og'riq, qaqshamoq, yaxlash, jimirlashlar bor. Qachondan beri insulin olardingiz? Insulin 2020-yildan beri olaman. Nimaga oluvdingiz insulinni? Shunday o'tinglar degan o'tib ketganman. O'tib ketgansiz. Undan oldin tabletka ichdingiz. Tabletka metformin ichardim. Metformin ichdingiz, keyin birdan insulinga o'tkazib yubordi. Qoningizda qand miqdori yuqori bo'lgan-a? Yuqori bo'lganligi uchun o'tkazib bergan menga. Necha bo'lgan edi o'shanda? Shunda ba'zida 18 chiqqan, keyin insulinga o'tkazib bergan bo'lsa kerak. Keyin insulinga o'tkazib yuborishdi. Insulin olganingizda ham necha bo'lardi saharingiz? Endi har zaman har xilcha 14-15 ga ham chiqib ketaydi. Insulin olgan vaqtlarim 14-15 ham chiqardi. Tekshirdim 15-14 chiqardi. Necha mahal olardingiz insulin? 2 mahal. Nechtadan? Ertalab 17-da, 16, kechqurun 10. Kechqurun 10 olardingiz. Ertalab 16. Baribir qoningizda 18 ga ham 20 ga ham chiqargan vaqtlarim bo'lgan. Dozasini ko'tarib ketgan vaqtlarim 18-20 ga ham chiqarganman. Tushaman maqsadda. Keyin qoningizga insulin tekshirganimizda necha chiqdi insuliningiz? 115 chiqdimi? Nechta? 100 dan yuqori edi. Keyin aytdik, insulinni olib tashlab, insulin terapiyani olamiz deb tabletkaga o'tkazib berdik. Hozir nima tabletka ichasiz? Hozir anaqangi sitofor ichyapman. 500 dan. 500 50 ga 500. 50 ga 500 dan keyin emaglif. Emaglif? Ya, inflazin ichasiz, ikkovidan bir aralashtirib ichaman. Xo'p, hozir insulindan chiqqandan beri qoningizga qand miqdori necha bo'ldi? Shu 5,5 oshmaydi, 5,5. Oshpaz oldiga boryapti. Lekin parhez ham qilmayapman hozircha. Yeb yotibman to'g'rigingidan. Yaxshi. O'zi qayerdansiz? Samarqand viloyati Qo'shni tumandan. Молодец. Yaxshi. Hop, bu bemorimizda insulinlari juda ham baland edi, lekin qondagi qand miqdori ham baland edi. Shuning uchun hozir insulinlarni olib tashladik, chunki oshqozon osti bezi o'zi shundoq ham insulin yaxshi ishlab chiqaryapti. Tashqarida insulin ham kiritilgan. To'g'ri tekshiruvdan olib borgandan keyin bularni insulinni olib tashladik va tabletированный formaga o'tkazib berdik lecheniyangizni. Xudo xolisa, bular oshqozon osti bezi hujayralari